Gormonlar. Gormonlar inson organizmida qo'zg'ataman, harakatlantiraman hamda hayajonlantiraman degan tushunchalar bo'ladi. Gormonlar bu inson organizmining ichki sekresiya bezlari tomonidan ishlab chiqariladigan biologik faol moddalar bo'lib, ular qon orqali butun tana bo'ylab tarqaladi va turli a'zolar faoliyatini boshqaradi. Gormonlarning asosiy vazifalari bu metabolizmni boshqaradi, o'sish va rivojlanishni ta'minlaydi, qon bosimini tartibga soladi, stressga javob reaksiyasini boshqaradi, uyqu, kayfiyat, ishtahani ham nazorat qiladi. Gormonlar asosan gipofiz gormonlari bu boshqaruvchi bo'lib, barcha organlarni, ya'ni gormonlarni boshqaradi. Qalqonsimon bezi tiroksin bo'lib, ular metabolizmni boshqaradi. Ichki buyrak usti bezlari esa adrenalin, ya'ni stress, javob, qon bosimini, keyin esa oshqozon osti bezi bu insulin, glikogen, ya'ni qon shakarini boshqaradi. Jinsiy bezlar ayollarda estrogen, erkaklarda testosteron, epifizda esa melatonin uyquni boshqaradi. Gormonlarning turlari peptid gormonlari bu asosan insulin, glikogen, o'sish gormon. Steroid gormonlari esa estrogen, progesteron, kortizol, aminokislotalarni hosil qiladiganlar esa adrenalin va tiroksin bo'ladi.